Sabli boladan yangilik nimagadir? Assalomu alaykum obunachilar. Azamjon xudo xolosa bo'g'oz qo'ylarimiz bitta emas, ikkita emas, 3 tadan tug'ishni boshladi. 3 tadan. Ha, 3 ta. 3 zachi tug'di Azamjon. Akalar, xudo xolosa hammani endi chorvasiga Alloh baraka bersin. bo'ldi. Uni qarang. Mashalloh, akalar mana. Endi o'ziga kelyapti 3 azak akalar ona bola so'ragan akalarimizga xudo xolosa bu sotilmaydi, prosta hozir tug'ildi menimcha. Hozir tug'ildi. Endi 2 kundan keyin YouTubegacha qilib qo'yib beramiz. Endi sal bolalar hali olgandan keyin. Endi kindagilari osilib tushyapti. Mana akalar bu sotilmaydi, lekin ishqibozlari chiqib qolsa, aloqachilarning bir kelishilaveradi lekin agar pulini kelishsak sotilar. 3 azak, inasi ham o'tgan yili ham tuqqan ekan akalar, o'tgan yili ham shu tuqqan. Qonuni qarang, endi tortilyapti. Endi bu safar 4 ta tug'adi Azamjon. Mashalloh, xudo xolosa. Bolalar ikkitasi qo'chqor, bittasi sovliq. Qanaqalari bugunga? Bugun bo'g'oz, to'g'li sovliqlar hammasidan kelgan Azamjon. Bugun narx yorasimi axir? Narx pachaq qilamiz bugun. O'ylanmay. Ikkinchisi yo'q. Hey, Oxirigacha o'tkazmay ko'rsin, faqat like bosib. zo'rlar, bo'g'oz sovliqdan ham bormi? Hammasidan bor. Like bosib tursin, videoni boshlaylik bo'ldi. Jon hisob bo'lsa akalar, xudo xolasa. Nima deydi? Havas qilganlar bo'lsa bittadan like bosib qo'ying. Meni ham qo'ymay tuxsin degan akalarimiz bo'lsa bittadan like bosib qo'ying ekan, xudo xolasa. Ikkitasi qo'chqor Azamjon kamiga voy. Bo'ldi, ikkita qo'chqorda sovliq ekan. Ha, o'sha liniyalik zotlik qilib chiqarishadi. Inasi ham lekin yirik narsa ekan akalar. Xudo xolasa. Yelim ham mol yelimida egalar Azamjon. Mana akalar hozir tug'ib. Mana o yelimni qarang akalar. Mashalloh. Yo'qmasam akalar. Boshladiga insonli bo'la yo'qmasa. Tamom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilar. Azamjon menga bundaqa toza Tojikiston Hisori Paroda zo'ridan chiqaring degan akalarimizga. Akalar bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'iga yetib keldik. Sizlar bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalar, maynaqa Tojikiston Hisori Parodani zo'rlardan chiqarib berishga harakat qilamiz. Akalar xudo xolasa, hafta kuniga bugun chorshanba 2025-yil 22-oktyabr. Akalar xudo xolasa like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turing. Xudo xolasa, siz o'ylagan, siz kutgan qo'zularni zo'rlari yetib keldi. Xudo xolasa chiroyli qilib bor ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Buni qo'zlariga bittadan baho berib qo'ying akalar. Xudo xolasa o'sha arzonchi bola emas, narxlarni ham yengil-yengil qilib berayotgan o'sha insofli bo'lamiz. Insofli bola. Alaykum obunachilar. Insofli bola. Oldingizmi? Azamjon. Nimaga yo'qib ketdingiz, voy? Siz bilan ham ko'rish vaqt bo'lib ketdi, borib. Anchaliga pauza bo'lib qoldi, chiqilmay qoldi. Kanalimizga xudo xolasa Azamjon qo'ydi zo'rlar kelgan Tojikistonni va O'rtepani qo'ylari kelgan xudo xolasa Azamjon qo'ydi zo'ri kelgan va like bosib, faqat like otangga rahmat deb qo'ysin. Bitta like bosib qo'ysa Azamjon u like bari pul olmaydi-da, bitta like. Like xolos. Eshitding, o bir o'tgan yil rosa video qildik, o'sha trend top insofli bola insofdan bo'lgan. Kezachilar yahvarganmiz Azamjon, bilasizmi? Cho'zaqchilardan ham bor Azamjon. Cho'zaqchilardan ham. Boshqa qo'yib qo'y, shuni hammasi tug'ilyapti turgan videosi bor. Tug'ilayotgan videolari bor. Xudo xolasa Tojikiston sovliqlaridan Azamjon 9 dona, 10 dona. 10 dona udoridan olib qo'yganman. Zo'rlaridan. Voy, qo'zini haqiqiy bugun eshittirib arzon chiqadi. Bugun narxlarni yemasangiz bo'lmaydi. Aniqmi? Aniq. Jon hisob bo'lsin. Akalar, yo'qmasam biz birinchi partiyamizni boshladik. Sifatli, toza elita Hisori sovliqdan olamiz. Hammasi bitta qo'ra, bitta yen, bitta yurgan. Mana akalar, hammasi bitta paroda. Akalar, hammasi dumbasiga yetib, bitta dumbasi osilgani yo'q. Hammasi ayri dumba akalar. Mashalloh. Qo'ydi akalar. Qo'ying bormi deganda mana unda qahani aytadi. Bor deb og'zingizni to'ldirib akalar bemalol aytavering. Sen buni borib, mana qo'ydi, shu oborib qo'yib, shu qorong'i molani tashab qo'ysam, o'zgarmaydi-da. Mo'limda qilib bakkan odamga rahmat lekin. Mashalloh. Qo'ydi haqiqatan bakkan ekan. Qo'ydi haqiqatan qo'y elita, toza ekan-a. Insofli bola qachon yetib keldi bular? Xudo xolasa kechqurun yetib kelgan, xudo xolasa yeb ichishlar hamma yo'q sinovdan o'tdi. Mashalloh akalar. Lekin o bagdam olingda hammasi berib turing. Mashalloh, lekin qo'ydi sifatli ekan. Elita, toza, hammasi akalar sinjur. Insofli bola tish buzmagan hali. Yo'q, qo'ziz. Qochganmi, qochmaganmi? 7 oylik, 8 oylik. Qochganmi, qochmagan? Yo'q, hali qochmagan, buni baqishadi hali bir 5 oy.
Hey. Ko'ray baxtsan zamja bitta qo'chqar qo'shib yuboradi. Ikkishga chiqarchon. Ikkishga chiqadi. Yo'q, hozir qo'chqar qo'shib qo'ysa ham bo'laversa kerak. Yo, hozir qo'shsa ham bo'laveradi endi buni. Hali erta bahorga chiqib qo'shsa zamja. Yana ham o'sadi. Ha, mana akalar. Lekin qo'ylarga bitta baho berib qo'y. Sonini ko'paytiraman degan odam hozir qo'shib yuboraversin qo'chqar. Sonini ko'paytiraman degan akalar, hozir qo'shsangiz ham bo'laveradi. O'stirib baqaman degan odam erta bahorga chiqib qo'shsin. Bugun maza qiladi. 10 dona. 10 dona. Xudo bo'lsa, bugun narx qo'yaman zamcha, shaning bitta ikkita savdogarlar bor-ku. Ha. Arzonchi. Voy, bugun narx qo'yaman, ancha-muncha duxi ham aqli ham yetmaydi. Erkakcha gap deydi-yu, insofli bola qanaqada akalar. Lekin hammasi simjun elita. Qo'ylarga bitta baho berib qo'y. Hammasi. Lekin sifatli zo'ridan bo'lsin degan akalarimizga maksimalni darajada tarqatib qo'ying. Sifatni qarang, sifatni. Mashalloh. Insofli bola sizga ham bir marta kelib qopti o'ziga. Bu qo'y deb ham kela olmaydi-da, bu bor. Bu qo'y deb kelgancha bor, azamcha bu jigarim kabob ketyapti, azamcha. Bitta like bosib qo'ysin shaytiga. Shu mehnatlarga, xudo xolasa akalar, mana shu mehnatlarga qadrlab, bittadan like bosib qo'ying. Lekin akalar, hozir qo'chqoringiz bo'lsa, yaxshi qo'chqor bo'lsa, qo'shsangiz qochadi mashalar. Qochgandan keyin ham 5 oydan keyin to'l ungacha yana hammasini qulog'ida baldaqlari bor, bitta ikkitani kishi bor. Mana akalar, buni qarang. Bu nima deydi, kimdir yangi taqdir etadi. Bunday baldaq ko'rsating, bu yangi baldaq emas akalar, mana. Hammasi baldaqlar. Yuzni qarang, yuzni, garib manosi ham bor janovorlar. Mashalloh. Xudo xolasa Tojikistonda shu bor, voy, yuragini sug'urib kelganman zamjon. Bugun YouTube'da bitta bo'ladi insofli bola. YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram bor, portlaydi. Portlaydi. Portlamasa portlataman. Narxini gapiring, tamam, insofli bola. Olishadi 10 ta. 4 million 38 3,5 yo'q. Ha? 34 donasini bir joyga Sarvar aka, ey. otanga rahmat deb qo'ysa yetadi. Savdo sunnat. Kitbox ayriga o'tib ham beraman. Qancha o'tasiz? Kitbox o'taman. Siz u mincha emas. Siz bitta o'taman, savdo sunnat. O'zi qo'ydi, zo'r aytdingiz, haqiqat u 4 million 38 demadingiz. 50 ming so'mdan o'tib beraman. Qanchadan bo'ladi? Bo'ldi, shu 3 million 350 mingdan bo'ladi. Barbar aka, akalar, mana. Mayda juda qilib. Mayda juda qilish. Chiqqan valasala qilishdan to'ydim azamjon. Bugun obunachilar bir like deb olsin shu mard ukamizga deydi akalar. Odamga qo'y sotmayman, lekin like deb olsin. O'ylanmasdan. Ha. Chiroyli like deb olsam, Hoji aka sizdan har kuni kutayapman. Like bosmas ekan. Juda past odam ekansiz. Bor, like deb olsin. Dastlabkasi. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. O'ylanmay. Andijon, Farg'ona, Qo'qon ketaveradi. Jon hisob bo'lsin akalar. Mana 3 million 350 ming so'mdan akalar toza hisob to'g'ri. Qayda beradi? Insofli beradi. Insofli bola beradi bunaqa narsa. Bunaqa akalar haqiqatan insof bilan axir. Bekarga insofli bola qo'yiladi. Insofli bitta tishini ko'rsatib qo'ying, ham bitta tasavvur etdikda. Nima deydi, ishongan ishonmagan obunachilar bitta tishini ko'rsatib qo'ying. Qo'zi gavdasini ko'rib tish buzganda o'ylashi mumkin-da obunachilar. Qo'zi hali. Hammasi qo'zi akalar, lekin tish buzmagan. Yosh, lekin buni qarang. Mashalloh. Yaxshi. Telefon qilishsa 24 soat. 28 soat telefon. O'ylanmay. Bo'ldi, gap akalar. Yo'qmasam biz keyingi partiyalarni boshladik. Shoshilib telefon qiling, xudo xolsa. Bor, bundan zo'rlari bor, bo'g'osovliqlar bor, hammasidan bor. Ulgurib qolsin. Ulgurib qolsin. Bo'ldi, gap akalar. Ulgurib qolsin, yo'qmasam keyingi partiyalar tamom. Siz kutgan keldim, mana. Ikkinchi partiyamizga o'sha elita bo'g'oz soliqni yirik variantda olaman deb qidiryapsizmi? Mana aka, siz izlagan bo'g'oz soliqni zo'rlardan yetib keldi. Azamjon, bundaqa suyaylik qo'y bor-ku. Ancha-muncha savdoga chiqarilmaydi bunaqa suyaylik. Ey, insofli bola, bugun nahlab pachaqlanadi. Azamjon, hozir o'zingiz har kuni ichda o'tirasiz, 24 soat. Hop. 5 million pastida bo'g'oz qo'y bormi, yo'qmi? Yo'q, endi kamdan kam. 4 million pastda-chi? Ey! 4 million pastda qo'zi ham yo'q deb gapirib qo'ying azamjon. 4 million pastda chiqarib beraman bo'g'oz soliqlarni. Jon insof bo'lsin akalar. Men insofli bola deb bekarga nom qo'ymaganman. Birinchi YouTube'da bilsangiz insofli bola shu biz chiqarganmiz, bilasizlar. Mana insofli boladan so'ragan akalarimizga bo'g'oz soliqdan so'rang. Hammani yelimi Hammasini. Mashalloh. So'z isboti bilan bo'lyapti. 3 yo'zak tug'ib berdim mana. Buni sheriklar, mana mana qoralar sherik akalar. Bittasi 3 yo'zak tug'di. Mashalloh. Haqiqatan xudo xolasa, lekin suyaklari ham, bo'ylari ham 85 atrofida ekan shirga bular. 80 plyus kelaveradi. 80 plyusga ham olsa, lekin qo'yiladi. Voy, tuxum bor joyda po'chag'am bo'ladi dedi. Ha.
Tasalkisini qo'yim bor. Mana akalar, uni sal kichik. Qo'zi hali bu. Qo'zi. Mana tishini ko'rsating, tishini. Mana. Qo'zi. Endi tish Lekin yoshli badani zo'r ekan lekin. Bu ham qochgan, lekin qonini qarang, qonni ham bilinib yotibdi. Lekin Yusufboy, bunday qilaylik. Tars, yuni yoshini ayting, yo'qsa tishini ko'rsating, Yoshlar azamjon 4 tish 6 tish. 4 tish, 6 tish. Qo'zi. Mashalloh, akalar yosh so'llar, lekin suyak bo'lini qarang, voy. Azamjon suyak qarang, katta. Mashalloh, haqiqatan suyaklik ekan. Insofli bola bor-ku. Marti borib, hajak qilmasa uxlolmaydi azamjon. Uxlolmay chiqadi kechasi bilan. Azamjon bittasi 4 milliondan qo'ysam 200 ming narsadan qo'ymasam azamjon uxlolmayman. Uxlolmaysiz. Bugun qo'ylarni sotmasangiz ham uxlamaysiz. Bugun 24 soat ish vaqt qilamiz. Voy insofli bola. Ishlaydi. Xudo xolasa qilib qilishaveradi azamjon. O'ylanmay. Uni qo'ydi qarang, voy. Voy jonivor. Tishini ko'rsating, ayni tishini. Realni qilaylik, obunachlarni mana aka. Lekin qo'ydi. Qilich suyadi qarang. Mashalloh. Semirsa azamjon mana ancha ko'tariladi azamjon. Bo'y 85 ko'rsa kerak, xotirjam mashina aka. Eng kattasi lekin mashinaga suyaklik. Uni qarang. Lekin o'zini olaman desa azamjon 5 millionga beradi. Ey, siz boshida katta gapirdingiz. Siz 4 millionni ham pastda chiqadi dedingiz. 4 millionni pastda chiqadi. Gapiring, qanchadan, ey? 4 millionni pastda. Ancha pastda. 39 da olsin bo'ldi. 3 million 900 da. 3 million 900 mingni. Asab o'ta buzildi. Eshitib turing, asab buzildi deb siz 100 ming yarashmaydi sizga. 200 dan o'tasiz. 3 million 800 dan optimaga 7 ta hali bir joyda olishadi. 7 ta bir joyda 800 dan. Azamjon buni olib kelganimizga yarasha azamjon mehnatimizga ozgina bo'lsa ham ozgina shunda qoladi. Siz ham qadrimizga yetamiz. Yengil. Siz blogersiz azamjon. Siz bor-ku. Siz aytgan gapingizni biz qilishimiz kerak. Endi buni biz ham ozgina baraka topaylik, buni olib kelganimizga yarasha. Buni azamjon buni bor-ku. Qo'ying avval, olib kelib mana 5 milliondan chiqarib uni sotmay qo'yish. Buni bor-ku. Sotish kerak, maqsad sotish kerak. Mekin chikin vola-sala qilish keragi yo'q azamjon. 3 million 850 mingdan osib sotdim. 800 dan, endi pellik qilma. Siz mard bolasiz, insofli bolasiz. Insof bilan aytganingiz tamom. Seni bir joyga olishadi. Olishadi, bari-baraga deysan. Bir joyga olishadi, 3 million 800 mingdan ketdi. Lekin ajratib olaman desa azamjon 100 ming, 200 ming plyus. 200 ming emas, 100 ming plyus qilamiz. 100 ming plyus kattani ham olasiz. Bari-baraka. Akalar mana qo'ylarni yeb ichiga bitta baho berib qo'ying. Xudo xolasa 3 million 800 dan akalar optimaga. Bitta ikkita tanlab olsangiz ham sotilaveradi. 3 million 900 dan tanlab olsangiz ham ketaveradi. Lekin, 5 ta olsin, 5 ta olsin 38 dan beraman. Bo'ldi, gap yo'q. Lavz. Melis demayman. Voy, mana mono deb tanlab olsin. Ikkita yoqmagani qolaversin. Ha, yoqmagani qolaversin. O'ylanmay. Mekin tichkini yo'q azamjon, sotdim. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab. Mutlaqo bepul. Xorazmdan ham telefon sotaman. Joningiz sog' bo'lsin, akalar. Voy, odamlar hojiga bu yerda borib kelyapti. Xorazmga mashinada jo'natib bermayman. Mo'ylada jo'natolmay qolamiz. Bo'ldi. Gap yo'q aka. Shu gaplaringizga men ish qilaman degan akalarimiz. Qo'yda borib baraka o'ta katta-da, buni borib ba deganda baraka chaqiradi-da. Ba deganda. Ot kishnaganda egamga umri uzoq bo'lsin deb gapiradi azamjon. Xudo xolasa. Xudo xolasa bir joyga olsin, xudo xolasa buni 7 ta qo'yimda azamjon. Dastlabki chiroqni yetkazib 14 ta deb hisoblasin. Baraka akalar, endi ikkita o'shadan to'g'ib tursa omadingiz bor. Yo'masam biz keyingi partiyalar 14 ta bo'ladi. 24 soat xudo xolasa aloqadalar bemalol telefon qiling, aloqa chiqing. Katta qo'yimizni aytishi bo'yicha Ekil baqqan ekan. Ekizat tuqqan ekan. Ekil baqqan ekan, ekizat tuqqan ekan. Lekin haqiqatan suyagan katta qo'y. Bitta tug'ib bersa ham qo'yib ko'rib turibsiz. Bo'ldi, gap yo'q. Yo'masam keyingi partiyalar akalar tamom. Akalar, yo'masam biz keyingi partiyalarimizga insofli boladan Qo'chqoridan chiqaring degan akalarimizga akalar. Mashalloh. Ishlarim o'ta yosh variantlarda. Xudo xolasa zo'rda azamjon. Voy, hoji akalarim bor-ku. Ha. Stalovoyga kirib oldim. Maishat qilib o'tirishmoqsin 1 oy. Ha. 1 oy maishat qilish ba'zi mash 6 qo'chqorni beraman. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Narxi akalar o'sha 1 oy choy ichmasdan, mayli stalovoyga kirmasdan yig'sangiz o'sha pulda mana shu qo'chqorlar keladi deyaptilar. Insofli boladan akalar, xudo xolasa qo'chqorlar. Nechta insofli bola? 6 ton. 6 dona qo'zi qo'chqor. Mashalloh. Kambag'alni bo'y qilaman, cho'ntagini to'ldiraman degan joy. O'zi tularman variantidan so'ragan akalarimizga xudo xolasa. Erkak. Insofli bola bugun siz bilan bir maza qilib video qilyapman-da, ishonavering. Azamjon
siz kelsangiz men ham mazza qilib video qilaman-da. Siz kelsangiz bor-ku, Ha. pachaq ko'raverman. 100 ming, 200 ming bor-ku. Ha. O'tib beraveramiz. Hamja poygacha qiziqmas. Foyda ziyon qiziq emas. Hammasi qo'chqor. 6 dona akalar xudo Otanga xolasa. rahmat deb bor-ku. Ha. Xalqni duosini olsak, bizga o'shani o'zi yetadi. Yetadi. Xudoyim baraka beraveradi bizga, azamjon. Hisobli bo'la, bunday qilaylik. Bo'ladigan gap narxida. Tamam, videoni cho'zmang. Tars ne narxida. 6 hammani oldim deyshadi. Qo'l tashab. Barcha gapirim. 3 million. Unaqa emas. 2 million 900 mingdan beraman. Bir baraka. Lavuz. Lo'z, erkak kishi. Joningiz sog' bo'lsin akalar. 2 million 900 ming so'mdan xudo xolasa. 3 milliondan 3 million 100 mingdan. Unaqa chiqashini berib, hoja gapda like 8 bosing ancha edi. O'ylanmasdan. Bosing saytiga endi. Bo'ldi. Gap akalar xudo xolasa. Ahli yetgan obunachilarimiz telefon qilsin. Oxiri bo'ladigan narxi ekan. 2 million 900 ming so'mdan menga jo'natib yubor deysiz, xudo xolasa. Shu gap yetarli xolos. Boshqa gap yetarli emas. Jo'natib yubor deysiz, tamom. Lekin qo'chqorlarda akalar haqiqatda qulay narxlarda qo'yib yuborgan bo'lsalar, otangga rahmat insobli bola deb kommentariyada yozib ketish esdan chiqmasin. Buni qarang. Bo'ldi, gap yo'q. Shoshiling, xudo xolasa. Yo'masam keyingi partiyalar tamom. Akalar, qo'chqorda zo'ridan baqama. Azzamjon, insobli boladan bo'lsin. Zo'ridan bo'lsin. Zo'rsha. O'zi tulab tushib ketadigan menga bor. O'sha liniya qilib olaman, zot qilib olaman degan obunachimiz azamjon mana mana shu bitta o'zim. Aktishi ko'rsatib. Qo'chqormisan, qo'chqor. Buni qarang, mashalloh. Havas qilib ko'ring. Kallalari garbonosli. Tojikiston Sariparoda. Akalar, zo'r. sifati ham hisobli bola zo'r ekanlik. Gap bo'lishi mumkin emas. Bugun xudo xolasa narxlari qulay. Narx voобще Mana akalar, narxlari bugun o'ta o'zgacha. Siz izlagan qo'zi qo'chqorlar yetib keldi akalar, xudo xolasa. Buni qarang, mashalloh. Necha oylik hisobli bola mana shular? 6 oylik azamjon. 6 oylik qo'chqor, bari 3 oylik ham akalar qo'chqor, lekin kalla basharalariga e'tibor berib qo'ying. Buni qarang. Uchalasi ham lekin qo'chqor, yemoq, ichmoq sog'ligi zo'r. Qo'ylarni o'zi turish aytib turibdi akalar. Mashalloh. Hisobli bola, eshittiring, videoni cho'zmay, dangal gapiring, marcha. Ha, Bir joyga olsa dangal olishdi. 10 million 500 mingga beraman. 10 million 500 mingga. Qanchadan bo'ladi o'shanda? 3 million 700 mingdan 3 million 750 dan bo'ladi. 3 milliondan bo'lsa 9 million. 3,5 milliondan deyapsiz ekan. 3,5 milliondan deyapman. Ha, lavuz bo'ldi, tamom. Martga 3,5 milliondan hasbar baraka. Akalar mana lavuz qaytish yo'q deyaptilar. 3 million 500 ming so'mdan akalar mana ketdi. 10,5 millionga akalar telefon qilasiz, yetkazib beriladi. Lekin kamiga bo'lmaydi deyaptilar. Shoshilavering, o'ylanma. Xudo xolasa, yo'masam keyingi partiyalar akalar. Shoshilamiz, tamom. Obunachilar, siz kutgan qo'zilar yetib keldi. Arzonidan izlayrovdingizmi? O'sha YouTube'da boshida o'sha arzon qo'zini chiqishini kutib turavdingizmi intizorlik bilan? Mana aka, siz izlagan qo'zini zo'rlaridan sifatlilar. Narxini eshitib bor, haqiqatda shunaqa qo'ylar ham bormi deb aytasiz. Tovuqni narxida. Tovuqni narxida. Azamjon. Ha. 2 millionga bor, bozorga chiqsangiz bitta chiroyli indigitga beryapti. Indigitga. Ha. Qo'y beraman 2 million. 2 milliondan. 2 milliondan 4. Joningiz sog' bo'lsin akalar mana. 2 million so'mdan, tovuqni narxida so'radingizmi? Mana aka, siz izlagan qo'zlar yetib kel. Like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turgan bo'lsa, akalar xudo xolasa. Dastlabkasi Dastlabkasi vodiy bo'ladi. Vodiy Andijon Farg'ona qo'qqan ketaveradi. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar xudo xolasa shoshilavering, videoni ko'p cho'zmaymiz. O'zi 3-4 partiya bo'lib ketdi. Misol bugunga shular. Faqat like deb bosib, otangga rahmat deb qo'ysiz azamjon. Biz bor ishlashdan to'xtamaymiz. Bizga bor xalq duosi kerak xolos. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar xudo xolasa shoshilavering. Bugunga shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, tamom.